Kechir ana. 19-qissam. Muallim, bo'ldi ketaversilar. Men birdam yolg'iz turay. Anvarjon muallim ketib qoldi. Oyxon ona bo'lsa, Aran deganda uyga kirib, o'zini karvatga tashladi. Kech kirishi bilan Azar ishdan qaytib kelib, "Ana, men qaytib keldim." dedi. Azar karvatda o'tirgan onasini ko'rib, "Ona, nim bo'lding? Mijozing yo'qmi? Ona gap qilsang-chi." Oyxon ana gap qilmay Azarga tikilib qaradi. "Ona, menga nimishqa bunda qaraysan?" Anang ishkanligim yodingda borkan-a? Sen meni ana qatorida ko'rib baqdingmi? dedi Oyxon ana. Azar onasining nima demoqchi bo'lganini tushunmay, "Ona, gapingni faqat tushunmayapman, tushunishli gap qilsang-chi." Oyxon ana yig'lamsirab, "Sen biletding, shundoqmi?" "Nimani biletdim, ona?" "To'li mening oldimda xufsalik qilma." "Ona, gapni aniqroq qilmamsan, bosh oyog'i yo'q gap qilmay." "Akangning ishini berib turib, nemishqa menga gap qilmaysan? Sening nazaringda mendek bir ona yo'q, shundoqmi? Akang shuncha xatoliklarni sodir qilsa-mu, nemishqa menga demaysan, ha?" deb texmi yig'lab ketdi. Azarmo onasining bu azoblarga chidayolmay, o'mi yig'lab turib, "Ona, meni kechirgin. Men asli sana deydigan edim. Biroq o chaqda sen doktorxon deyding. Ona, sening kesiling shundoq ig'ir tursa, men sana bu ishni desam, kesiling texmi ig'irlab ketishdan qo'rqdim jinim, ona. Meni kechirgin." "Shundoq bo'lsa-mu, menga deyishing kerak edi-ku." Oyxon onaning yuragi ig'ir so'qib, yig'lab etib hoshidan ketdi. Azar buni ko'rib, "Ona, jinim ona, sen ne bo'ldi? Ko'zingni ochsang-chi, ona." deb onasini quchoqlab yig'lab turgan yaga Oyshamgul akasining yig'lagan ovozini anglab yugurib kelibla Oyxon onaga o'zini otdi. "Ana, men bo'ldim. Atigan sog' salomat eding-ku jinim ona. Ko'zingni ochsang-chi. Aka, tez ayt, onamga nima bo'ldi?" Azar yig'izni to'xtatib, "Ona mo'shdan ketdi. Tez singlim, onamning putini, qo'lining olqinni o'lig'in." deb Azar onasining chekisi bilan burnining ostini o'g'ladi. Oyxon ana yarim soatdan keyin ko'zlarini g'uva ichib hoshiga keldi. Oyshamgul yig'lab, "Ana, o'shinga keldingmi? Nemishqa bizni qo'rqitsan?" Oyxon ana zaif ovozda, "Bo'ldi qizim, meni yo'lab uyga akirib qo'ygin." Oyshamgul onasini yo'lashga ojizlik qilib, akasi Azarni chaqirib, Oyxon onani yo'lab uyga akirib qo'ydi. Shu kuni kecha, ertasi 2 kun Azmat uygami kirmagan edi. 3-chi kuni kechda Oyxon ona Azar va Oyshamgul tomoq yeb o'ltiratdi. Azmat ishikdan tomoqisini do'nay tishlab, daldangshib, "Qara qara qag'ila O'ylangdiki chinaning shexi qo'ndi. Meyling bormi, meyling yo'qmi?" Azmatning naqshi o'qib, daldangshib kirganini ko'rgan Oyxon ona yoqida turgan bir chelak suvni olib chiqib, Azmatning beshiga qo'yib etib, "Endi yana ayta naqshangni." Azmat bir chelak suvdan andikib, o'zini joylayolmay, joyiga yiqilib tushdi. Azmat yiqilib tushib, yana daldangshib o'rnidan turdi. Oyxon ona Azmatni kelishtirib, ishga ko'chat selabatdi. Azar, "Ona, bo'ldi qil. Hozir qancha tillasangmi, ursangmi, u baribir his qilolmaydi. Hozir uyga akirib qo'yib, ati gap qilsangmi kechikmaysa." Azar Azmatni yo'lab yotadigan joyiga akirib qo'yib chiqib ketdi. "Ana, bo'ldi, chechilma. Salomatligingga diqqat qil. Bo'ldi jinim ona." "Oyshamgul, qochquchilarni sen yuyib etgansan lan.
Men onamni uyga akirib yotqizib qo'yay. Ayşemgülmü ishchan qiz bo'g'ashqa. Ma'qul aka, bo'ldi kirib ket. Deb oshxonaga kirib ketdi. Oyxon ona bu timtos kechada zodi uyqusi kelmay yig'labla chiqdi. Tursun, meni kechiring. Men bolalarni yaxshi cho'ng qilolmadim. Siz kutgan yerdan chiqolmadim. Yaxshi ona bo'lolmadim. Tursun dal Oyxon onaning o'lib ketgan eri edi. Tong etishi bilan Oyxon ona yanala sahar o'rnidan turib tomoq tutish qildi. Atiganlik noshtada yanala azmat yo'q. Azar aksini chaqirishga menishiga Oyxon ona. To'xta bolam, o'zim chaqirib chiqay. Deb Azmat yotgan uyga kirib, texich xo'rak tortib yotgan Azmatni uyg'otib, Azmat bolam, tez o'rningdan turay. Tomoq tayyor bo'ldi. Azmat yanada jimjit. Oyxon ona yana chaqirish uchun Azmat deb bo'g'icha, Azmat chacharab o'rnidan turib, Nima? Voy bir yo'qila odamni uxlig'il qo'ymay. Ashu Oyxon ona ko'zlariga liqqida yosh og'an peti sirtqa chiqib ketdi. Ayşemgülni maktabga yo'lga silibdi. Azhar bugun onasidan ansirab ishga bormadi. Kun tush bo'lay deganda Oyxon ona bir narsa lozim bo'lib kelib, Aygulxon ojining do'koniga chiqqan edi. Kim o'ylagan? Eliqi Azmatning tog'a ojisimi shu do'konga chiqqan ekan. Oyxon ona o'ziga lozimliq narsalarni setib olib, qaytib uyning oldiga oz qolganda birining o'zini chaqirgan ovozni anglab, kayniga o'rilib qaradi. Oyxon onani chaqirgan boshqa biri bo'lmasdan, balki dal Tursungulxon edi. Voy, buncha aldirash meni qaptimizga. Uyda birasi bor o'xshamamdi Ayxon. Oyxon onaning qattiq ochiq kelgan bo'lsa-mu, biroq ochiqini ichiga yutib etib, Tursungulxon, necha yil paranglashmay, tuzuk odam bo'lgan o'xshaydi desam, yana shu peti turiblar. Gapni-chi o'ylabroq qilg'iliq. Bo'lmasa gallarga turib qoladi. Voy Ayxon, gapni qanday qilsam bo'ladi amsa? Ha, rost. Boshqalardan anglasam, Azmat qaytib keldi-a? Xili yaxshi o'qibdimi? Voy Ayxon, seni yaxshi turmushga ega qilarmikin deb o'ylab ketibdikanman-ay. Ayxon ana Tursungulxonning gapini anglab, necha oy dam olg'ili ketdi, yana qaytib ketdi ekan. Men bolalarni o'qitishim, meni yaxshi kunga erishtiramlikin deb emas, balki jamiyatga yaramli odam bo'larmikin degan maqsadda o'qitgan. Tursungulxon Ayxon onaning gapini anglab, qaqoqlab kulib ketdi. Bayatdan beri men gap qilmay nima deydi ekan desam, meni bilmaydi deb qolgan o'xshamamla, ha? Azmat akamning cho'ng o'g'li bo'lg'ashqa, o'z vaqtida men ishkirisiga avasak bo'lmaydi deb shuncha desam, sizlar oqilay, qoqilay, shoqilay deb boshqalarning oldida meni izoh ahonatga qo'yib, qo'ngimda ishta yo'q, etim marjongul deb rahmatli akamning aytavorliq bolasini ishkirga yo'lga soldi. Endi u o'qib yaxshi odam keladigan o'xshaydi desam, haroqkash, bangi qimorvozdan birisi bo'lib ketdi. O'z vaqtida men sizga nima degan-a? Texin nomus qilmay, Azmatning ishini meni bilmaydi deb o'ylab qolganman. Ayxon onaning amdilikda beshi yerga tushib ketdi. Ha, Ayxon, nima bo'ldi? O'z vaqtida qo'lim qo'shlarning oldida shatotidek so'zlayotdilar. Endi boshlarini ichiga tiqib elib, mishildoq manqipotlarni eqitganning hech nimaga foydasi yo'q. To'la mening oldimda saxta qiyofatga kirib, ko'zlarining yulduzini eqitmisizlar. Voy, yana sen kelsan-ku. Necha yildan beri odam buga o'xshaydi desam, eg'izing eshakning qo'ngidimi sesiqqan-ku sening. Texi onamni yig'latdingmi? Dedi Azhar Tursungulxonga qarab.
Ayxon ana xeyli bir vaqtgacha kirmeyishga Azhar onasidan ansirab bir yerda yiqilib qolgan o'xshaydi deb chiqqan edi. Voy, yeni sen hormikansan go. Bu yerda sana gap yo'q. Berib medikachiligingni qila. Azharning qattiq ochig'i kelib, "Meni hormi deyishga qanday tiling borganda sening tog'a acha. Men hormi bo'lsam, boshqalar meni topganda kollasida qarab turganmi? Yoki bo'lmasa, onamning kayindan qaysi akishi bilan birga turaki deb chiroq tutganmi, ha?" Sen Nima sen? Ig'izingni beqib so'zla. Ma o qo'shni qo'limlarning oldida amisi nemishqa meni hormi deysan? Meni sening onang, ya'ni mening cho'ng'inam tug'dirib ekan-ku. Texi meni quchqiga ilib, dodisiga bakra o'xshaydi ekan deb ekan-ku. Sen meni hormi demay, berib uyingdagi dodisiga o'xshamaydigan seriq oltin chash o'g'lingni-da. Mana anar pishdi. Endilikda Azhar Tursuнгulxonning ko'kolisini tutib olgan edi. Sen ishning bolasini bir adablab qo'ymasan. Deb Azharning quliqini tatay deb bo'g'icha Azhar chaqqonlik bilan Tursuнгulxonni ittiribdi. Sen ona bola ishking bir bo'lib, meni bo'zaq qilmoqchimi? Ayxon ana yig'lab, "Bo'ldi qil bolam. Buning bilan tang bo'lma. Yura. Uyga kirib ketaylik." deb uyga mangdi. Biroq Tursuнгulxonning eg'izi besiqmay, Ayxon ona bilan Azharning orqasidan tillovatdi. Azhar Ayxon onani yo'lashtirib uyga akirdi. "Ana, bo'ldi. U sarin xotinning gapini ko'nglingga amma, ha?" "Yo'q, o'g'lim. Hamma xatolik menda. Akangni yaramliq odam bo'larmikin debdiman. Biroq u..." "Bo'ldi ana, yig'lama. Bu sening xatoliqing emas-ku. U o'zi yaxshi o'qimadi." Eshikning ochilishi bilan Azmat chiqib sirtqa qarab mangdi. Ayxon ana Azmatga qarab, "O'g'lim, kech kirganda nega borasan?" Azmat Ayxon onaga qarab, "Sen men bilan qoldingmi?" "Bolam, sening hamma ishlaringni men bildim. Aram olg'ili keldim deysan. Anvarjon muallim kelib, menga aytmagan bo'lsa, bu ishni qachongacha mendan yo'shirmoqchi eding. Men seni ming bir jafoda o'qisam, boshqalarning oldida meni mushundoq yerga qaratamsan." Azmat onasiga qarab, "Bilsang nima bo'lmoqchi edi? Sen meni o'qitaman deding. Menga har oyda turmush pullari, kitob material pullari degandek pullarni sepmadingmi? Aytib boqay." deb varqirdi. Yanında turgan Azharning qattiq ochiq kelib, "Aka, sen onamga nimishqa bunday gap qilsan? Qig'liqni o'zing qilib bo'lib, hamda onamday ko'ramsan? Onam sen uchun tos qoldi, jinni sapagili buni sen bilamsan, ha? Ishingni qila. Mening quruq gap anglag'im yo'q. Sen texi menga falsafa so'z avatamsan." Azmat Azhar bilan gapdalashib, so'qishib qoldi. Azhar Azmatga qarab, "Sen nimonchi bola vafosiz. Onam seni o'qitaman deb qanchalik jafolarni tatqanligini bilamsan. Sening zariga xumor bo'lib qolganligingni, onam seppagan pullarni ichib chekib qolganligingni meni bilmaydi da'vatamsan?" Azmat hech ish bo'lmagandek, "Sening nimkoring? Istam o'zimning og'zida ichdim, cheksam o'zimning og'zida chekdim. Sening nimkoring?" "Mening ko'rim yo'q. O'zingning baxtiga o'ltirsang parvoyim palak. Boya onamning qanday haqoratga uchirganligini sen bilamsan. Onamning endi boshqalar tarafidan kamsitilib, ko'zlaridan yosh oqqizishni ko'gim yo'q." Azmat amdilikda bular bilan gap qilishdan zerikib qoldimi qandaq? "Qandaq qilsan qilishmamsa, ishingni qila. Senlar bilan paranglashadigan vaqtim yo'q." deb mengibidi Ayxon ana Azmatga esilib yig'lab, "O'g'lim, endi sirtqa chiqma. Men sening yana daldashib kirganingni ko'rgim yo'q bolam. Sen yana qaytadan boshla. Sen o'qiyolmagan bo'lsang mayli. Men senga pul beray. O'zing tijorat qilib, oldiga ilgirlab ro'noq topqin. Sendan o'tinay bolam.
Seni bir gün bolsam o köz aldığında körüp duray. Senin her bir külkenden dadağının külküsünü, mağan turgan sımayыңdan, dadağının gövdesini sımayını körey. Sen yeni bu dünyaya köz açkanda, dadağın alemci hoşal bulup, menin oğlum bar boldu. Mana ve sana yer yürek bulduğun adam bar boldu dep hoş bulup ketken. Sen bir erkek. Sen yıkılsan yeni ornundan tursan buluduğu. Senin işlerinin oңuşluq buluşini. Sen toy qılıp balıçaqlıq bolsan. Men şu omaq nevrenni öz qolum bilen baksam deymen cinim balam. Menin şu kichikini arzuyumga yetkizilmezsem mi? Azimat birdan turib qoldi. Uning ozroq bo'lsa-mu, onasining qilgan gaplaridan yuragi eriganda qiladi. Biroq kim o'ylagan? Odamning yuragi qardab ketganda, quliqi anglasami, yuragi anglamasa, odamga har qancha yaxshi gap qilsa-mu, eshakning quliqiga sattar chaqandek anglanadi degan gap nihoyat to'g'ri aytilgan ekan. Azimatning yuragi qardab ketdimi, Ayxon onaning gaplariga quloq solmay, onasining qo'llarini ajratib etib mangdi. Ayxon ona: "Undaq qilma jinim balam. Senin yaman balalar bilen aralashib qelib, seni yana ko'rolmasligimdan bekli ansirayman." deb Azimatning qo'lini tutib olgan edi. Biroq Azimat: "Voy yo'qila, men yelimdek chaplashib olmay" deb Ayxon onani ittirib etib, yugurgan paytda chiqib ketdi. Azimat onasini kuchab ittirib etgachga, Ayxon ona karvatga tizi qattiq tegib, yiqilib tushib, ho'shdan ketdi. Kechir ona, 20-qism, ya'ni eng oxirgi qism. Azar: "Ona, nim bo'lding? Ona ko'zingni ocha." Azar qo'rqib Ayxon onaning yuragini tutdi. Azar onasining hoshidan ketganligini bilib, onasini ming taslikda ko'tarib, uyga olib chiqib yotqizdi. Onasining chekkisini o'g'ladi. Bir soatdan keyin Ayxon ona hoshiga kelib, nihoyat zaif ovozda: "Azimat balam, Azimat, Azimat" deb chaqirdi. Azar bo'lsa: "Ona, bo'ldi, u yo'q. Sen qandoq bo'lib, uningdek bir hayvonni tug'ib qolgansan, ha? İşt baqqan bo'lsangmi, bir non tashlab bersang sana akilib ketadi." Ayxon onaning ko'zlari xiralashib, Azarni chaqirdi. "Balam, qo'lim bekla og'rib ketdi. Faqatli medirli tolmayapman." Azar onasining yengini turtib qarab edi, onasining qo'li ishib, ko'kirib ketibdi. Putuga qarab edi, putuma ham shundoq. Azar darhol eshak harvasini qaytib, onasini ming taslikda harvaga chiqarib, yeziliq doktorxonaga mangdi. Ayxon ona og'riqqa faqatli chidayolmay, ingrab yig'layotdi. Azarning onasiga ichi og'rigan bo'lsa-mu, lekin nima amal? Azar akasidan intayin nafratlanib: "Aka, sen odam emas, hayvonchilikmi bo'lamading? Xat to'xta. Uyga bir kelasa, pochig'ingni chiqib etmaydigan bo'lsa." Azar onasi uchun yosh to'kib, shu xiyollarni qilgan edi. Azar onasini doktorxonaga elib kirib, doktorga ko'zitib, tekshirish uyiga akirib, tekshirgandan keyin Azar onasini yotqizib qo'yib, tekshirish natijasini elib, doktorning yoniga kirdi. Doktor tekshirish natijasini ko'rib, hayronlik bilan Azarga qarab: "Onangiz buncha bo'lib ketgidek nima sho'g'a?" Azar jiddilashib: "Doktor, onamning ahvoli qandayroq?" "Onangizning bir puti tizidan sungandan sirt, bir qo'limi beg'ishidan sunibdi." Doktorning gapini anglagan Azar qattiq cho'chib ketdi. "Doktor, onam saqiyolami? Sizdan o'tinib qolay. Doktor, onamni qutqizib eling." "Bo'ldi, o'zingizni tutib eling, yigit. Biz kuchimizning yetishicha tirishimiz. Onangizning aslida salomatligi yaxshi emasga." "Bo'ldi, men sizga dora, ketarlik materiallarni yezib beray. Pul to'lab akiring. Ondan onangizning
put va qo'lini kesiblaymiz, deb bir varaqni Azarga tangladi. Azar doktorning qo'lidan varaqni ilib pul to'lash uchun mangdi. Oyxon ona qiynalib, hech bir mador qolmagan bo'lib, sakrat karbitida ingrab yotadi. Azar pul to'lab, ketarlik dori materiallarini akirgandan keyin doktorning ko'rsatmasi bo'yicha onasini tengiq uyiga akirdi. Qaysar bo'l ona, ha? Hozirla tugaydi jinim ona. Yigit, onangizni chingiroq tuta olamsiz yoki karvatga bog'lab qo'yamdi, dedi doktor. Azar onasiga qarab ichi etishib, onasini xo'rlab qo'yishdan ansirab, "Bo'ldi doktor, bog'lamayli. Men o'zim tutib turay." "Amasa, ching tuting, ha?" deb putini ching tortishiga onasining chirqirgan ovozi butun doktorxonaning ichini bir og'an edi. Oyxon ona nola qilib Azarga qarab, "Bo'ldi jinim bolam, meni uyga elib ketgin. Sendan o'tinay. Bunda qiynalib ketganimdan o'lginim yaxshi jinim bolam, sendan xush bo'lay." deb yalvorgan bo'lsa-mu, Azar onasining salomatligini ko'zda tutib, "Ana, meni kechirgin. Men sen deganda qilolmayman. Hozir uyga ketgan bilan putqo'ling asliga kelmaydi-da. Shunga jinim ona, menmi sendan o'tinay, chidig'in, ha?" Oyxon onaning putqo'llarini tengish jarayonida nola qilib, tovlab yalvorib qolgan bo'lsa-mu, buningga pisand qilmay, oxiri Oyxon onaning putqo'llari tengilib bo'lindi. Doktor Azarga qarab, "Onangiz bir hafta bolnisda yotsin. Tezroq saqayish foydasi bor." Oyxon ona doktorning gapini anglab, darhol Azarga qarab, "Bo'ldi bolam, o'g'lim. Endi mening bu yerni ko'rgim yo'q. Sendan eng oxirgi qitim o'tinishim bo'lib qolsin. Meni uyga elib ketgin." Azar onasining yalvurish, nola azoblarga chidamay, onasini karvatga yotqizib, sirtga elib chiqib, asta ko'tarib, eshak arabasiga yotqizib, uyga qarab mangdi. Oyxon ona Azarga qarab, "Men sana bekli ig'irimni soldim-a?" "Voy, ana, nima deydigan sen? Bu mening qilishga tegishlik ishim. Sen bizning qatoriga qo'shqicha nurg'un javr jafolarni tatgan. Ana, sana bir gapni dey. Men akamni saqchilarga qasdan odam yorlandirdi deb ustidan arz qilaman. Onunga qonunning tegishlik jazosini tatqizaman." Oyxon ona Azarning gaplarini anglab, qattiq yo'tilib, "Bolam, sen nemishqa bundaq o'ylaysan? O sening qon qarindishing emasmi jinim o'g'lim?" Azar onasiga shu xiyollarni degach, qo'tir eshakni haydab, sazon qurtak so'rilib mangdi. Oyxon ona Azarga qarab, "Bolam, u qandaqli bo'lmasin, mening yuragimni yerib chiqqan. Gerçi o meni mushu holatga keltirib qo'ygan bo'lsa-mu, men bir ona, men o'z farzandimning ko'z oldimdala boshqalarning elib mengishini ko'rgim yo'q." "Ana, sen uning degining bilan u hayvon endi odam bo'lmaydi, ona." "Bolam, sen nima desam tushunsana." Oyxon ona qattiq yo'tilib, putqo'llarini mediriltib soldi-mu, og'riqning dastidan ingrab yig'lab soldi. Azar bo'lsa onasiga qarab, "Ana, kechirgin. Men asli sana bunday gaplarni qilmasligim kerak edi. Ana, og'riq to'xtatish dorisini ichib olgin," deb onasini yo'lab dorisini ichtirdi. "Ona, uyga oz qoldik, chida, ha?" Oyxon ona noyat zaif ovozda, "Azhar bolam, sana deydigan nihoyat muhim gap bor." "Voy, bo'ldi ona, uyga ozli qoldik. Qandaqli gap bo'lsa, uyga borganni deysangmi bo'ladi-ku, ha?" Azar onasining miskin ko'zlariga qarab, Yo'q o'g'lim. Bu gapni hozir demasam fursat bo'lmay qolishidan ansirayman. Faqat sangla deyman." Ma'qul ana, jiddiyleşme. O'zingni tutib elib gap qilsangmi bo'ladi." Oyxon ana Azharga qarab, "Agar menga bir ish bo'lib qolsa, uydagi ishkopning orqasida pul bor. Singlanim to'liq o'tir maktabga kiradigan vaqtig'im oz qoldi. Shunga jinim bolam, men ketib qolsam,
Çoqum singlanni yaxshi o'qitqin. O keyincha ketmaning quli bo'lib qolmasin. Azar onasiga qarab, "Ona, nimishqa bunday qo'rqinchli xiyollarni qilasan, ha? Singlimni o'zing yaxshi o'qitib, uning utuq qozonganligini ko'rsan degi. Bunday gaplarni qilma." Oyxon ona yana akang deyishiga Azarning qattiq ochiq kelib, "Ona bo'ldi. Endi u hayvonning gapini qilma. Endi mening uni mangu ko'gim yo'q." Ona mehribon, kuyimchan, apuchan bo'la, Oyxon onadek bo'lmas. O'z o'g'li tarafidan jon talishayotgan bu mehribon ona umrining eng oxiridimi yana shu bola uchun yosh to'kayotdi. Oyxon ona Azarga o'tinish nazarda qarab, O'g'lim, o har qancha o'ktab razm bo'lsin. O sening qon qarindishing jinim o'g'lim. "Ona, degining o'rinliq. O mening qon qarindishim. Ham mening akam. Men buni inkor qilib etmayman. Biroq ona, u aqli emas, balki oilaning bosh to'riki edi. Biz uni yaxshi o'qimading deb ayblab boqdikmi? Sen qontaringni oqqizib topgan pullaringni so'ravatdi. Men bu to'g'riliq akamni ayblab boqdimmi? Ona, o'zingmi bilasan. Akamni deb men o'qishdan chekingan. Men buni akamning yuziga sap boqdimmi? Bu degan odatdagi ishlar. Sening tunji qitim qonsaytib, uni javr jafolarni tortib, tildashdan haqoratlarni anglab turibmi? Pisand qilmay, uni o'qishga yo'lga solganingni. Uning yuziga sep boqdimmi? O yolg'on gaplarni qilib, seni aldab, oliy maktabga o'tdim deb, sana pul selishni aytib, sen amal qilolmay, o'zingning buyurgingni sotganingni men uning yuziga sep boqdimmi, ha jinim ona? Deb yig'lab, yoshlari yomg'ir tomchisidek to'kilib ketdi. Oyxon ona noyda hayronlik his qilib, Bolam, sen bu ishlarni qandoq bilding? Men hech qanday odamga tinmagan tursam. Ona, bu dunyoda echilmaydigan sir yo'q. Sen o'tgan yili doktorxonadan chiqadigan chaqda sen Oyshamgulni elib chiqib ketding-ku. Men shu vaqtda narsa keraklarni yig'ishtirib olsam, chiroyli qamaldor bir sestra seni izlab kiribdi-ekan. Shu sestra deb bermagan bo'lsa, qachongacha bu ishlarni bilmay yuratdim-kinta. Men har qancha qitim sana aytay deb o'ylasam-mu, seni xijil qilib qo'yishni xohlamadim. Bilaman ona, bu ishlarning hammasini Aşı nakes, yaramsız akam üçün emasmi? Amdilikda Oyxon ona Azarga qarab hech nima demay, put-qo'llarining og'riqini unutib yig'layotdi. Eshak eshik oldiga kelib to'xtadi. Azar eshakni yetilab uyga akirib, avval onasini oran deganda ko'tarib, uyga apkirib yotqizib qo'yib, ondan eshakni eg'ilga akiravatdi. Azar onasining yoniga kirib, "Ona, birdam oram og'ash turamsan. Men ozroq choy qaynatqach, sana tomoq tayyorlay." Bo'ldi jinim o'g'lim. Yelimmi sen men uchun ko'p jafolarni tortding. Bo'ldi ona, sen tortgan jafolarning oldida bunchalik jafo ne'mati. Saqlab tur, tomoq hozirla tayyor bo'ladi. Deb tomoqqa kirishib ketdi. Azar chaynakni o'choqning oldiga qo'yib, qozonni qaynatib, ozroq umoch etib tayyor qildi. Hamda nima amal? Eng tez pishadigan tomoq mushu tursa. Azar tomoqni qochiga usib mengishiga Oyshamgul maktabdan qaytib kelib, akasiga qarab, "Oy, Azharjon aka, bugun qayoqdan chiqqandi? Ajab tomoqni o'zing etib qopsan-ku. Anamchi, o uyda yo'qmi?" Azar Oyshamgulga qarab, "Tomoqni men assam hayron qilib otamsan, xuddi burunlarda men sana tomoq etib bermagandek. Amal yo'q singlim, bir mezgil tomoqni men etaman." "Anamchi aka." U ichida Oyshamgul uyga yugurib kirib, "Ana, men qaytib keldim."
Ayşemgül gapning oxirini chiqaramay, Ana, sening putqulingga nim bo'ldi? Atigan maktabga manqanda saq edigu. Ana, tez degina, seni kim mushunda qilib qo'ydi? Ayxon ana bir ig'iz gapni qilmay, yig'lab selishdan ansirab, ko'zini yumib oldi. Ayşemgül aksiga qarab, Aka, tez ayta, anamga nemish bo'ldi? Anamga zodi nemish bo'ldi, aka? Ayşemgül Azarning sharatlashi bilan sirtqa chiqdi. Buni kim qiladi? Bizning akamiz azimat qildi. U onamni ittirib atgandi. Onam mavi karvatga tizi tegib, yiqilib tushib, qo'li bilan puti sunib ketdi. Nima dedim? Anamni azimat akam yarlandirdimi? Faqat ishongim kelmayotdi jimi. Men uning bilan ko'rishiman. Deb azimatning hujursiga menishiga Azar. Bo'ldi singlim, avara bo'lma. U atigan chiqib ketgan. Teg hozirgacha qaytib kirmadi. Ayşemgülning qattiq ochig'i kelib, "Xonna ahli tuzkor. Qilgan xatoliklarga anam gap qilmasa, yana o'zini so'ramay, anamni yerimjon holatga akib qo'yibdi." Bo'ldi, gap qilma. Berib darsingni takror qilgin. İmtihan vaqtimi yiqilishib qoldi qachon. Aka, oshxonaga. Deb bo'g'icha Azar. Bo'ldi, ishingni qilavergin, men bor. Rahmat sana aka. Deb Ayşemgül kirib ketdi. Qorong'i tushishi bilan mahalla boshlig'i etizga suv elishni deb Azarni ep chiqib ketdi. Soat 9 o'lla bo'lganda Azmat haraqni ko'p ichib olib, daldangshib, "Lalimi jonim, lallaringiz egilasunmas ballaringiz ahirikimde köydirgen xam qapaqdek ballaringiz ey." Ayxon ana Azmatning kelganligini bilib, Ayşemgül qizim, akangiz kelgan o'xshaydi. Chiqib qarab beqing. Ma'qul ana. Ayşemgül uydan chiqib qarab edi, hech kim yo'q. Tuyuqsiz yondan, "Rayhongül jinim, og'ir chiqding ha. Men sana kuyib pishgili netchay bo'ldi kela." Debla Ayşemgülning qo'lidan tutib olgan edi. Ayşemgül qo'rqib yig'lamsirab, Azimat aka, sarang buldingmi? Men Rayhongül emas, sening singlang Ayşemgül. Buldi qil. "Rayhongül, men sening qandaqligingni bilmaymanmi? Qaysi kunimi shundoq deyanding? Endi men sening damiga tushmayman. Kila. Men sana muhabbatning ta'min tetib qo'yay, ha?" Azmat o'zining bir tuqqan qayrindishini quchoqlab so'yib ketdi. Ayşemgül qattiq yig'lab, aksiga yalvorib, Jinim aka, undaq qilma. Men sendan o'tinib qolay aka. Men sening qon qayrindishing emasmi? Aka, bundaq qilma. Aka. Azmat singlisining nolik qilishiga quloq solmay, uni o'ylidagi karvatga besib oldi. Ayxon ana qizining ovozini anglagandan keyin ming taslikda o'milab eshik oldiga chiqdi. U ayvon odam emas. Sen o'z singlingga zo'rlik qilyapsan. Men seni o'ldiribman. Ayvon! Deb karvatga esilib, Azmatning qo'lini tutib olgan edi. Azmat Ayxon onani ittiribdi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, Ayxon ona yerga qattiq yiqilib, sungan put-qo'llari og'rib bo'shdan ketdi. Amdilikda bu inson qilipidan chiqqan hayvon amdili 16 yoshning qarsini olgan singlisiga zo'rlik qilish uchun uning kiyimlarini yertabatdi. Ayşemgül yig'lab turib, Aka! Undaq qilma! Men sening singlim! Men sening singlim!
Әмділікте нұрғын арзу арманланы, xo'shalliqlarni ko'ngliga pukkan o'z singlisining ipitiga tegib, 10 gulining biri echilmay turib, bu noahli iflos oks tarafidan to'z devitildi. Oyshamgul o'shidan ketib ko'zini ochdi. Atrof shuncha timtas. Onasi yerda yotgan. O'zi yerim yalang'och. Oyshamgul yig'lab kiyimlarini kiyib, bu xo'rliq chidamay, onasining bir quti dorisini ichib elib, karvatda asta yetib, arzu armanlarını billa elib, mangulik uyquga ketdi. Oyxon onami bu azoblarga bardoshlik berib bo'lanmay, yurak kesili qo'zg'ilib, qizi bilan ketib qoldi. Kecha tong suzilishi bilan Azar suv tutib bo'lib, qaytib onasining yerda, singlisining karvatda yotganini ko'rib, yugurib yig'lab kelib, "Ona, sana nima bo'ldi? Jinim ona, kimsini mushalga tushirib qo'ydi." Azar karvatdagi singlisiga qarab, Bu neymiş? Sana kim bunda qildi? Seni kim depsanlık qildi canım singlim? Ko'zingni ochsangchi, ko'zingni och. Ana, meni tashlab ketding-ku, ha? Canım ana. Jinim singlim, mendek akangni tashlab qo'yib ketdingmi? Men endi qanday qilaman? Azar bu alamlarga chidamay, singlisini quchoqlab, öksüp yig'lab ketdi. Azar singlisi va onasiga qarab yig'lab, "Jinim ona, ko'zingni ochsangchi, meni yolg'iz tashlab qo'yib ketganing nimasi, ha? Jinim ona, dadam yo'q edi. Endi senmi ketib qolsang men qanday qilaman? Sensiz hayotning nima keragi, nima ma'nosi bo'lsin? Ko'zingni ochgina jinim ona, menga bir qarg'ina, umiqsinglim. Senin bir külümsirişingni men bir ko'ray. Senin simoyingdan onamning simasini ko'ray, umiqsinglim. Seni kim mushuna qildi? Tez ayta, tez!" Oyshamgul dehi jon uzmagan bo'lib, ko'zini g'uva ochdi. Atiganlik tong shapqidagi quyosh nurlari chechilib bo'lgan bo'lsa-mu, Oyshamgulga atrof butunlay qorong'u ko'rinayotdi. Oyshamgul zaif ovozda, Aka. Azar Oyshamgulning ko'zini ochqiniga qarab, "Jinim singlim, seni kim mushunda ahvolga tushirib qo'ydi? Kim seni dafsanlik qildi? Tez menga aytqin. Men uninga qonunning tegishli jazosini tatqizaman, jinim singlim." Oyshamgul noit tovan ovozda, Akam. O Azmat. deb ko'zini yumdi. Azar amdilikda singlisining yuragini tutib boqqan bo'lsa-mu, biroq hech bir so'qqanda qilmaydi. Azar yonda turgan onasining dori qutisini ko'rib, hamma ishni tushungandek bo'ldi. "O hayvon, senmi odammi? O'zingning qon qeyrindishingga mushundoq muomala qilamsan? Tuzkur munofiq. Jinim singlim, xotirjam yotqin. Sening uchun qeyrindishim bo'lsa-mu, adolatni yoqlayman. Ana, meni kechirgin." Azar mahalladagilarni chaqirib, onasini va singlisini yerlikida qo'yib, ondan soqchixonaga dilo ma'lum qildi. Soqchilar bu ishni aniqlab, 2 kundan keyin Azmatni noya ichidagi bog'ichining ichidan topdi. Soqchilar Azarning o'tinishiga asosan akisi bilan bir ko'rishib qo'shilgan edi. Soqchilar Azarni chaqirib, akisi bilan ko'rishtirdi. Azar akisiga qarab, "Nimishqa? Ha? Nimishqa bunday qilsa? O seni 9 ay 9 kun qo'saq ko'tirib, ochiq to'lg'oq yeb tug'ib, ming bir jafolarni beqib qator qo'shgan. Sening o'z onang edi-ku. Sen hayvon, iflos. O'zingni bir tuqqan singlisiga zo'rlik qilibsan. Singlim, sening dapsani qilishingga chidamay o'lib o'pdi. Onammi o'lib ketdi. Endi murodingga yetdingmi? Endi xo'sh bo'ldingmi?" deb yig'lab ketdi. Azmat Azarning gapini anglab,
Kechirgin. Men aroq ichib, qattiq keyinchilik to'xmabdiman. Men hayvon. To'g'ri, sen hayvon. Yo'q, hayvonchilikmi bo'lamagan bir munofiqsan. Nimishqa bunday qilasan? Onam seni ming bir jafolatda o'qitdi. Seni o'qishga yo'lga selish uchun o'zining issiqini sotdi. Sening yolg'on oliy maktabga o'tganingni anglab, seni oliy maktabda o'qitaman deb o'zining bo'rkini sotdi. Ayta, bumi sana yetmamdi. Onam sen uchun son-sanoqsiz qurbonliklarni berdi. Acaba bumi sana yetarli emasmi? Sen odam emas, eshakchilikman bo'lamaysan. Endilikda Azimat bo'qoldab yig'layotdi. Azarning sat gaplar bilan tillig'iniga emas, balki onasining o'zi uchun qilgan qurbonliklarini anglab, öksüp yig'layotdi. Azar chiqib ketdi. Azimatni qonun bo'yicha bosqinchilik jinoyati bilan 9 yillik sud kesildi. DJ Reynolds Music Remix Studio. Dodo, qiynisan. Men seni topolmadim-ku, Dodo. Tez chiqa. Mana men o'g'li. Men bu yerda. Mana, hash-pash degicha oradan 9 yil o'tib ketdi. Azar shu ishdan keyin onasi dabbagan pulni elib ochdi va 9 bag'lam pul turganligini ko'rib cho'chib ketdi. Onasining nimishqa bundaq deydiganligining tigiga yetgandek bo'ldi. Azar puldan 10 ming yuanni elib o'z oldiga bir tijorat epini qilib oldi. Oradan 3-4 yil o'tib, Azar tezla ro'naq tepib, koni uylarni chiqib, partiya hukumatining yordami asosida yangi amin uy soldi. Va mahallasidagi Zohra degan chiroyli bir qizga ko'ngli tushib, o'zi elchi bo'lib, to'ynimi oddiyli o'tkazib, uy o'chaqliq bo'lib oldi. Mana hozir uning o'g'li 4 yoshga kirib qolgan edi. Azar yo'lda ketib boradi. Uydan ancha yiroq bo'lmagan qabristonlikning bo'yidan o'z tarafga qarab kelayotgan tonish bir sima, tonish gavdani ko'rdi. U dal Azarning qon qeyrindosh akisi Azimat edi. Azar akisini ko'rib, "Sen bu yerda nima ish qilyapsan?" "Bo'ldi, gap qilma. Men chiqqili 2 kun bo'ldi. Sen bu yerda nima qilasan? Sen mushunda qilib xatoliklarimga tövbe qilsamla, meni kechirib etam degan deb qoldingmi? Men seni menga kechirmayman." dedi Azar zarda bilan akisiga qarab. Azimatning chiroyi tatirong'i, xuddi hozir sakratdan chiqqan odamdek bo'lib ketgan edi. U Azarga qarab, "Bo'ldi, uka. Meni kechiramikin degan umidda emasman. Menmi pat arada onam bilan singlimning qishig'i ketaman. Men ulardan o'zim kechirim so'rayman." deb mengishiga Azarning o'g'li, "Dodo, nega ketding? Onam seni chaqirdi." Azimat bu o'maq jiyaniga qarab, "Bu sening o'g'lingmi? Muborak bo'lsin ina. Amisi men mangdan." Azimat oldiga necha 10 metr mengib yiqilib tushdi. Azar o'g'lini ko'tirgan peti yugurib kelib, "Aka, ne bo'ldi?" Azar yon telefonni elib jiddiy qutqizishga telefon qildi. 10 minutlar atrofida jiddiy qutqizish mashinalarining signallari yangrab, Azimatni doktorxonaga elib keldi. Doktorlar qutqizgan bo'lsa-mu, kim o'ylagan? U oshqozon rakining oxirgi bosqichiga kelib qolg'achqa, qutqizish unum bermay, o'zining qayg'u hasratlarini mangudan manguga ep ketib qoldi. Azar akisining ishlarini tugatib bo'lib, eg'ir tinib, o'zining hayotlik safarini boshladi. Mana mushundoq bir hikoyaning har birimizga qanday ta'sir qilganligini bilmayman. Biroq shuni bilishimiz kerakki, dunyo mehr muhabbat bilan go'zaldir. Atrofdagi har bir mavjudotlar
mehr muhabbatga muhtojdir. Har bir odamga illiq tabassum bilan qarasak, nafratni muhabbatga aylantirg'ili bo'ladi. Onalar bizning tunji ustozimiz. Onalar bo'g'ashqa bizning chiroyimizdan kulgi nurlari uzilmaydi. Onalar bo'g'ashqa biz tabiatning illiq bir sezimini his qila olamiz. Biz shu mehr muhabbatlik onalarimizni qadrlaylik. Ularni asraylik. Dunyodagi har bir onalarning bosgan hayotlik safari qutlug' bo'lsin. Güzel chehradan shod xuramliq kulgilari uzilmasin. Oxirda butkul onalarning kunlarining xotirjam, ishlarining o'ngishliq, umrning uzun bo'lishini tilaymiz. Abduri Obuljan Mamtimin qaqiliq. Birinchi qissa. Tursun, uydagilardan ranjib, qayoqqa mengishni bilolmay, hech bir nishonsizlamadi. U o'zini sezmagan holda Tiznab daryosining bo'yidan g'amkin holda ota-onasining va akasining o'ziga qilganlarini o'ylab ketyotdi. U "Qutqizinglar, odam bormi?" degan ovozni anglagandek qildi. Biroq bu ovoz Tursunning quloqiga nihoyatda ojiz ham jonsiz bo'sh anglandi. U beshini chayqab o'tgandan keyin joyida midirlamay turib, ovoz chiqqan tarafga zan selishi bilan yana "Meni qutqizinglar, odam bormi?" degan zilva bir ayolning ovozi anglandi. Tursun ovoz chiqqan tarafga qarab tez yugurdi. U Tiznab daryosining bo'yidagi bir sugatning yeniga asrab kelib, daryoning ichiga sinchilab qaradi. Uningdan 30 metr yiroqlikdagi tez eqiyotgan suvning ichidan bir qizning "Odam bormi? Aqulla!" deb gaplari uzilib chiqmagan holda ovozlari bo'g'ilib chiqib, tez eqinning ichida olmadakli bir cho'kib, bir laylab eqib ketyotdi. Tursun buni ko'rib, "Chidab turing, mana men keldim" deb kiyimlarini selishga ulgurmayla o'zini daryoga atdi. Tursun kichigidan tartibla yaqin o'stanglarda do'stlari bilan suvga cho'milib o'ynag'ashqa, u suv uzishga nihoyatda usta edi. Tursun shiddat bilan do'lqilab yiqiyotgan suvning ichidan o'rdakdek tezli o'zib, suv ichida tunchiqib qolg'ili tasda qolgan bu bechora qizni qutqizib oldi. Tursun bu qizning ming bir jafoda qirg'oqqa achiqdi. Bu vaqtda bu qiz tunchiqib bo'shidan ketgan bo'lib, Tursun jiddiylashib uni qanday qutqizishni bilamay qoldi. Va kalisiga jiddiy sun'iy nafaslantirish degan o'y keldi-da, u qizning og'zini ochib, u qizning o'tliq va gilosdek qip-qizil leviga o'zining levini tekkizib, u qizni kuchab sun'iy nafaslantirib. Aradan 2 minut o'tgandan keyin u qiz ko'zini lappida qilib ochdi-da, Tursunni ittirib, uning yuziga 2 qachat selibdi. "Xollikchak, sarang nima ish qilyapsan? Sen xijil bo'lmay mendek sabiy bir qizga zo'rlik qilay deganmiding? Dadam akamga deb sening adibingni bermaydigan bo'lsam" deb Tursunga o'shmanlik nazarda chekchiyib qaradi. Tursun yuragini tutib, "Siz nemanchi erkakmijasiz, ha? Siz avval mendan nemish bo'lganligini so'rmay, nemishqa menga ahonat qilasiz? Ha, meni urdingiz dehi." U qiz Tursunga qarab, "Amsa qiliqsizlik qilib menga nemishqa?" deb o'g'icha Tursun bu qizning gapini bo'lib, "Voy bo'ldi qiling ha. Men garchi maktab tarbiyasi ko'rmagan bo'lsam-mu, biroq bundoq nopak ishlarni qiladigan yigit emasman. Boya siz ov daryoda xuddi olma oqqandek laylab eqib ekansiz. Men sizning ovozingizni anglab, o'zimning hayotiga qarmay sizni qutqizdim. Kim o'ylagan sizni qutqizib bo'g'icha suvni jiq ichib bo'shingizdan ketibsiz. Shunga men jiddilashib, qanday qilishimni bilmay, kinolarda chatallarning mushundaq usul orqali odam qutqizganligini ko'rgan edim. Shunga odam qutqizish muhim bo'lgandan keyin jiq o'ylamayli shunda qilib qo'ydim. Kechiring."
deb keyniga o'rildi-da, oldiga qarab mangdi. Bu qiz amdilikda o'zini qutqizgan bu oq ko'ngil yigitni xato ayblab qo'yganligidan xijil bo'lib, "Hay, to'xtab turing." Tursun anglamagan kishi bo'lib oldiga qarab mengayverdi. Chunki u uning bayamqa ishga qachat bekla har kelgan edi. "Hay, to'xtab turing." Tursun joyida to'xtab, keyniga o'rildi-da, "Nima gapingiz bor edi? Gap bo'lsa tezroq deng. Bo'lmasa men oldirayman." "Xafa bo'lmang, sizni xato ayblabdiman. Men suv akilish uchun chiqqan edim. Biroq o'ylamagan yerdan teyilib ketib, eqiyotgan suvga tushib ketdim. Shuncha to'g'ligan bo'lsam-mu hech kim kelmadi. Men endi o'lib ketadigan bo'ldim deb o'ylagan mush paytda birining g'oz simasini ko'rdim. Qolgan esimda yo'q. Meni kechiring bo'lamdi." Tursun bu qizning inchiki chiqqan ovoziga, ushoq o'rib olgan uzun qonduzdek sochlariga, o'smini chiroyliqini qo'yib olgan bir jup o'rg'oq oydek qoshlariga nurlanib turgan buloqdek yana bir jup ko'zlariga qarab, "Bo'ldi, hech qisi yo'q. İnsanning eng go'zal fazilati apuchanlik. Sizni kechirdim. Aras. Muborak ismingiz nima?" deb so'radi Tursun. "Muborak ismingiz deb ketganingizni. Muborak degichiligi yo'q. Ismim Ayxon." "Oy, ismingizmi o'zingizga o'xshash go'zalkan-ku." "Nadikini go'zal deyishga loyiq emasman." "Sizning ismingiz nima? Uyingizcha qayerda?" Tursun kulib turib, "Mening ismim Tursun. Yiliqchi yezdan bo'laman." deb qizga qaradi. "Boyi sizni qattiq urayotgan bo'lsam, afu qiling. Men siz..." deb bo'lg'icha yiroqdan "Ayxon, Ayxon!" degan ovoz anglanib, Tursunga notanish bo'lgan kishilar yugurib kelishdi. Bu notanish 4 kishining orasidan uzun palto chapon kiyib, boylarga xos kiyinib olgan, belini sharmo bir narsada mahkam bog'lab olgan 50 necha yoshlar chamasida biri, "Voy jinim qizim, ko'zimning go'hiri, saqmo sana!" deb turishiga yana biri kiyinishi shu zamonlarning boy xonimlarga o'xshash birisi Ayxonning oldiga kelib yig'lamsirab, "Voy jinim balam, singling seni daryoga tushib ketdi deb kiribdikan. Qo'rqib putqonlarimda jon qolmagan holda yugurib kelishib, jinim qizim, qadar tursan-a?" deb Ayxonning oldiga keyniga o'tib, uninga bir-qo'r qarab etgandan keyin yonda turgan Tursunga chakchiyib qarab, "Qizim, nima bu yalang tosh qalandar gadoy bilan beli tursan? Sana boshqa odam chiqmagandek" deb qag'idaklar qaqaqlab ketdi. Tursunning bu haqoratlarga qattiq ochiq kelib, gap qilay deyishiga Ayxon itik oldiga o'tib, "Voy, ana, nimadoq gap qilasan? Boshqalarning sirtiga qarab baho berma. Agar bu yigit bo'lmagan bo'lsa, men bu chaqcha Diznab daryosidan qayiqlarga ketdim. O'lib ketishga oz qolgan vaqtda o'zining hayotini qayirib qo'yib meni qutqizib oldi. Sen bu oq ko'ngil yigitga rahmat etsang bo'ladi dehi." Amdilikda qizining gapini anglagan bu ayol tulkidek iljiyib, "Xafa bo'lmang yigit, voy men sizni xato tushunib qoptiman-a." Tursunning amdilikda shundoq ochiq kelib, ichida "Nimanchi hiylagar ayol bu? Bu ayolni mau go'zal qizning onasi desa, kimni ishonsin?" deb turishiga Ayxonning onasi, "Yigit, qizimni qutqizib qopsiz. Mau pulni eling" deb 20 yuan pulni tangladi. Tursunning amdilikda qattiq ochiq keldi-da, "Acha, mening pulim yo'q. Men sizlarga o'xshash boy emas. Biroq men g'urur va vijdonimni pulga sotadigan yigitmi emas. Bu pulni opirib chekinlarga qissila" deb 20 yuanni yuziga atdi. Shu vaqtda 20 yuan pul hozirgi 200 yuanga teng bo'lg'aydi. Ayxonning onasi qapoqlarini turib, bu yo'llarni to'lg'ab, "Voy, texi mau qalandarning holini hay. Sen texi bu pulni yaratmayvatamsan. Sen bu pul uchun necha kun boshqalarning ishda bo'lib ishlaysan?" deydi. "Oy, Sadatxon, bu yigit qizimizning jinni qutqizib qopdi. Bu yigitning yaxshiligiga javob qaytarish uchun bu yigit uyimizda xizmat qilsin" deb Tursunga qarab
Yigit, qanday qaraysa? dedi. Tursun birdam o'ylanib turayotgandan keyin, Bo'ldi, rahmat. Sizlarning uyinglarga borsam, qo'yning orasiga o'chki kirib olgandek bo'lib qolmasin yana. Yana kelib mava ochimiz meni yaratmay yotdi. Bo'ldi. Sizlar bilan xo'shlashay emisi. deb oldiga mangdi. Ayxonning dadisi To'xtibay Yigit, sening uying qayerda? deb so'ragan bo'lsa-mu, lekin Tursun To'xtibayning savolini javobsiz qo'ydi. Uni so'rmasizlar bayaka. Men bir sargardan yigit. deb kayniga yandida qo'lidagi gul bilan naqshlangan do'ppini Ayxonga kiygizib, Uni men suvdan suzib olgan edim. Boya gap bilan bo'p unutib qopdiman. Aman bo'ling. deb o'zining tunji yurak tarini chekib, yurakini titratgan qizdan ayrilg'isi kelmasimi, amalsiz oldiga qarab mengishga majbur bo'ldi. Tursun oldiga qarab qayerga berishni bilamagan sadahla, umi hech bir nishonsizlamadi. U tunji muhabbatning lazzatini tiydigan bu xushchiroy Nozinindan ayrilg'isi kelmasimi, amalsiz mengishga majbur edi. Ayxon, ay Ayxon, sen azoblarning, tildashnomlarning, qayg'u hasratlarning orasidan yo'linib chiqolmagan bu yigitni yaxshi ko'rib qolg'uchi. Boshqa birini yaxshi ko'rsang bo'lmasmidi? O'zingning ig'ir dishvorchilik tortishingni nurg'un va nurg'unlagan azob hasratlarni chekishingni biladigan bo'lsang, yana uni yaxshi ko'ramiding. U Tursunning kaynidan uzun uning qarisi yo'qolg'icha qarab turdi. Qizim, bo'ldi uyga kirib ketayli. Uning bu yerda turg'usi yo'q-ya. deb To'xtibay Ayxon va boshqalarni uyga elib kirib ketdi. Tursun o'zining o'z dadisidan bir tuqqan, bir qo'rsoqda yotgan bir onaning sutini 12 oy tortishib emgan aksi, o'zining birdan bir bo'lgan onasining siymosini aks ettirib beralaydigan qon qayrindosh singlisidan tildashnam tayoqlarni yeb, o'zining iliq bir makoni bo'lgan uyidan ayrilib, sargardan bo'lib, notanish bo'lgan bu yezga kelib qolgan edi. Sizlar balkim o'zining bir tuqqan qarindoshlari nemishqa bunday rahimsizlik qiladigan-do deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Hamma ishning sababi bo'ladi. Chunki Tursunning yurak kesili bor. Uning teni ojiz bo'lg'achqa ham shu zamonlarda bir odam hashirga ishlasa, bilet orqali kirim va tomoqlarni ishlaganga qartab beradigan, ochliqni bilet orqali beradigan bo'lg'achqa, Tursunning qarga kelmaydi deb uni aksi doim majburiy urib ishqi salatdi. Tursunning kuch mag'duri yetmay, ular buyurgan ishni joyida qilmasa, uning dadisi mo qo'shilib uratdi. Tursunning onasi uni yolg'iz tashlab burilib ketib qolgan edi. Mana bugun Tursunning Ayxon bilan tanishib qolishiga mo dadisi sababchi. Chunki uni urib uydan qo'g'lab chiqarib etmagan bo'lsa, uningga bunday talay nada turibdi. Hamma odamning ortiqchiligi va kamchiligi bo'lganga o'xshash, Tursunning bir ortiqchiligi bor edi. U tamburni nahaytom yaxshi chalgan bo'lib, qo'lga ilvasa necha soat bulbuldek sayritib yetdi. Tursunning boradigan makoni bo'lmag'achqa, u yerni silincha, osmonni yepinchi qilib, Tiznaq daryosining bo'yidagi yolg'iz bir to'g'riqning yeniga berib yotdi. U ig'ir ufsinib, ko'zlaridan 2 tomchi yosh sirg'ib tushib, chak yerilib ketgan lavlarini nam qildi. Kashli shafaqning qizirishi bilan butun koinotga o'zining iliq sezimini his qildirayotgan quyoshmi asta tog' kayniga sho'ng'ib kirib ketib o'tadi. Tursunmi to'g'riq tarxining tuvida yirtilib yamoq selinib ketgan chopinni beshiga qo'yib, xiyol dengizi ostida asta ko'zlari yumilib uyquga g'arq bo'ldi. Tun yerim bo'ldi. Atrof suvning eqiyotgan ovozidan boshqa shuncha timtas edi. Ey Armi, qachongacha yotsan, ha? Kun chiqili ne vaq? deb yenidan qamchini chiqarib, uni urishga boshladi. Yota, yana uxlaya. Mana sana u badbaq. deb uni to'xtamay uraverdi. Tayoq azoblarda to'lg'inib, ingrab yig'lab yotgan boshqa bir emas, dal Tursunning o'zi bo'lib, uni necha qat yugalgan uzun qamchida burutlarni dingaytib urayotgan Tursunning dadisi Barat qamchi edi. Tursun yig'lab turib,
Dada meni kechir. Dada men xatoligimni tonidim. Voyjon, unda qilma jinim dada. Men sening o'z o'g'ling-ku. O'z o'g'limliqing esingda borkan, ha? Avu Shodijon akang belgilab bergan ishni qilib, ochliq bileti elib kel deb, oqshom deb qo'yganim esingda yo'qmi? Mana sana, yata. Sendek narkasni nemişqimi topgan bo'g'iydim, ha? Ya o'zing saq emas. Sendek o'lim tikdan qutulgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi? Mening bu kundasini urib, qo'llarim og'rib ketmagan bo'ladi. Tursun, dadasining bu gaplarini anglab, yuragim mujilib og'rib ketdi. Uning dadasi, akasi, singlisi bor bo'lib, unga to'xtamay haqoratlarni qilib, uning mushunaq yurak kasali bo'lib qolishiga sababchi bo'lgan edi. Tursunning nafsi qisilib, anqayiqning zarbasida ig'izlaridan gaplari uzilib chiqyotdi. U esada. Dada, bu sen nemişqa meni bundan haqoratlaysan? Nemişqa meni o'zingning bolasi qatorida ko'rib, otaliq mehrni bermaysan? Dada, sen yo'q. Seni deyishkim tilim ojizlik qiladi. Nemişqa sendek o'z bolasini xorlaydigan hayvonning bolasi bo'lib qolgandiman, ha? Sening bolang bo'lib qolguncha ishlar bolasi bo'lib qolsam-chi? Sen shu sodda kuyimchan, oq ko'ngil onam bilan to'y qilguncha, eshak bilan to'y qilgan bo'lsam, bola tug'ib bersa, uni ursangmi, tillasangmi sana javob qaytarmaydi. Qaraqamcha, bu gapni anglab, arvoyi 40 kez uchtimi? Ey Hormi, sen dadanga mushundoq gap qilib otamsan, ha? Sana tayoq oziq qilib qoldi-da. Deb qamchini tuz suyiga chilidi-da, uning titilib ketgan badallariga yana urishqa boshladi. Mana bu sana dadanga yang'anliging uchun, mana emsa. Deb Tursunni urishqa boshladi. Tursun varqirgan jarqirgan dadasiga yaxshi yomon gaplarni qilgan bo'lsa-mu, biroq uni urishdan to'xtamagan edi. Tursun birisining kulgan ovozini anglab yoniga qaradi. Yanda Tursun aksa turg'un bilan singlisi Tursungulxon qaqaqlab kulib, Tursunni mazax qilyotdi. Tursun o'lik ovozda: "Yo'qol, bu odamxo'r alvastila. Yo'qol! Yo'qol!" deb yuziga to'g'riqning shixidagi qushning tarat qilishi bilan tovlagan beti uyg'onib ketdi. Aslida tushimkanda. Tursunning yuragi qattiq so'qib, ig'izga kaplashibla qalay deb qolgan bo'lib, u bir qo'li bilan yuragini tutib: "Dada, sen nima degan rahimsiz? Nima degan tosh yurak? Sen meni uydan qo'g'lab chiqarib, ko'ngling orom topmay, mening birdan bir hamrohim bo'lgan mush uyqumnimi oromimda uxlag'ili qo'ymay, tushimga kirib yana urvatamsan, dada. Bugundan boshlab sendek dadam yo'q. Buni o'zing aytgan. Mening o'zingning bolasi ekanligimni inkor qilding, dada. Men sendan mangu nafratlanaman." Aziz anglag'uvchilar, Tursun va Ayxon onaning muhabbat sirlari qanday bo'la? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning keyingi qismida bo'lsin.